Alkışlarda kökleydi nava, pervişlerde gülleydi nava. Ezelden bar yemish yemish, söyüngenni küyleydi nava. Assalomu alaykum, naq maydondagi tomoshabin do'stlar, assalomu alaykum, ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Ko'ryapsizlar, Urumchi televiziya stansiyasi Bezivot madaniyat parki shirkati birlikda uyushtirgan Qizil qala vitaminli quvvat ichimligi alayda hamkorlashgan Yangi Navo programmasi. Men riyosatchi do'stlar Tahir Tursun. Men do'stlar Ro'zaxon Tudaxon. Aldo'ylan programmamizning aziz mehmonlari bo'lgan baholi ustozlarni bir tanishtirib o'tgan bo'lsa, Bo'ladi. Ataqliq naqshchi, kompozitor, san'at tadqiqotchisi Abdulaziz Rahim Akal apandim Qarshilamiz. Davlat birinchi darajalik artisti, ataqliq naqshchi Dilshod Raydin apandim Qarshilamiz. O'zbekiston naqsh o'qituvchisi, magistr aspirant Hamrogul Abduqodir muallim Qarshilamiz. Hamda Farad Qula vakillarini tanishtirib, siz o'tkazilgan cho'ng tipdagi san'at kechiligiga bevosita nomer qatnashtirish fursatiga erishalaydi. Aldın qizildagi chempionimiz Abdumilga erishgan. Bu sondagi chempionimiz yillik chempionni diyorimiz xonim qizlarining go'zalligi uchun uzluksiz Izgul savdo-sotiq shirkati bir mashina bilan ta'minlaydi. Mana mukofotlarni tanishtirib o'tdik. Unda bo'lsa Ro'zaxon programmamizni boshlab ketamiz. Boshlab ketaylik. Bo'ldi. Programmamizning birinchi bosqichi bizning naqshimiz. Çokullar köknesiye bağrıda yigan sen birisini bir küt bilen tavucun pervan sen birisini bir küt bilen tavucun pervan gördüm seni, bu bakıt söydüm seni. Tağara gördüm seni, bu bakıt söydüm seni. Şebnemin kalbimde çok bir bahadırdan sen. Şebnemin kalbimde çok bir bahadırdan sen. Kısletin dilda çırak, şatınıp çaldım çavar. Kısletin dilda çırak, şatınıp çaldım çavar. Tağıçın mihrim bulan, gül emes merdan sen. Tağıçın mihrim bulan, gül emes merdan sen. Tağıçın pervan sen, erşbet merdan sen, erşbet merdan sen. Tağıçın pervan sen, erşbet merdan sen, erşbet merdan sen. Erşbet merdan sen. Assalomu alaykum. Birinchi bosqichga tayyorlab keldingizmi yo? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xo'sh,
Bizning tomoshabinlarimizga o'zingiz bir tanishtirib ayting. Assalomu alaykum, Nahmaydanlik tomoshabin do'stlar, ekran oldida ko'rman do'stlar, yaxshimisizlar? Kashingizlar xayrlik bo'lsin. Men shu Turpandan keldim. Turpandan nima ish qilib keldingiz? Kichikimdan boshlab shu musobaqalarga shu naqsh etish musobaqalariga qatnashishni yaxshi ko'raman. Shunga o'zim bir sinab o'qishmoqchi keldim. Navaga keldingiz shundami? Turpan nima ish qilasiz hamsa? Turpan shu sayat idorasida ishlaydi. Sayat idorasida. Ha. Turpanning hamsi sayat yetakchisimi yo? Ha, shu. Bag'an sayatchilarga Turpanning sayat o'rinlarini tushundirish shundami? Shundoq. Ajab yaxshi kasbga bu. Unda bo'lsa siz shu bag'an sayatchilarga mushta yetakchilik qilgach naqshim aytib beramsiz yoki? Ha, shundoq. Naqshim aytib bersiz shundami? Ha. Naqsh aytqach boshlaysiz-da, "Meyaga kirayli." Shu. Qancha puldan to'laysizlar, chavak deb. Hamda shu sayat yetakchilik qilishgan naqsh aytma dedingiz. Undan boshqa joylarda boshqa vaqtlarda-chi? Masalan, klubdaymiz, restorandaymiz yoki boshqa cho'ng bir faoliyatlar bo'lsa. Men oqshimsi shu Turpan Tojiyam degan shu naqshni qo'yman. Turpanniki cho'ng teatr xonasida shundami? Kunda Araqshimsi. Ya Turpanning sayat sharvon ekan, chattinglarni mana paychiq. Shuni men xalqaro cho'ng bozordagi cho'ng zal turmanda shu naqsh qo'yman. Ha. Har oqshimi? Ha, har Cho'rt oqshimsi. uyquda birim yo'q ekanda sizda. Ha, bo'ldi? Xudo tayyor ustozlarning bahosini anglamdik. Bo'ladi. Ustozlarimiz qanday baholan berdi-ki sizga anglab boqaylik. Birinchi nomerlik Mayir Tog' guli nomli naqshini aytdi. Bu naqshi so'zimi nayt yaxshi ekan, muzikasi intayin yaxshi nayt, bir-biriga moslashibdi. Lekin Mayir endi ovozi to'xtamaganda. Shu naqshini aytish jarayonida bilindi. Endi shu naqshi aytish to'g'risida bilim olish kerak ekan. Texmi yaxshi naqshi aytish uchun naqshi aytish to'g'risidagi ilmiy bilimlarni egallab, mashqni ko'p qilib kelsa, buningdan keyingi istiqbol yaxshi bo'ldi. Texmi o'zining naqshchilik mahoratini joriy qilishda yaxshi bo'ldi deb qarayman. Rahmat sizga. Bo'ldi, baholovchilarning sizga bergan bahosiga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Tövenge Siz xayrli qilasiz. Bizning naqshimiz bosqichga birinchi nomerlik mayirimiz o'zining naqshisini aytib o'tdi. Unda biz qizg'in alqishlar bilan ikkinchi nomerlik mayirimizni sahnaga taklif qilamiz. Küller
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanatish. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz, yaxshimi, tinchlikmi? Aldı bilan tomoshabin do'stlarga o'zingizni bir tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, ekran oldidagi ko'rarmanlar, aziz ustozlar. Sizlarga 2-nomerlik Mayir Abdurshid Abdurimdan o'tliq salom. Xo'sh, Abdurshid. Abdurshid Nasminovda tanishdik. Kasb nima adash? Men o'zim tibbiy universitetda aspirantlikda o'qiyman. Doktor. Qaysi kasbda? Ideyi siyosatda. Ideyi siyosatda? Davolanganlarning ideyasini o'ngshaydigan kasb. Ro'y jihatdanmi? Amsa nima uchun kelib qoldingiz bugun qishimizga? Nima deb kelding demoqchi. O'zim naqshiga bak, endi san'atga desak bo'ldi, muzika naqsha qatorliq bo'lsak. O'zim bak qiziqdim. Bo'lsa bir yaxshi bir munbarlar sahnalar bo'lgan bo'lsa, bir talantimni joriy qildirib boqay deb orzuyim batdi. Endi mana nava yo'lga qo'yilganda yaqinda aytib xo'sh bo'ldim. Shuning bilan o'zimning nechilik narsam bor. Bir achqib bir tomoshalar sunib baqsam, ustozlar bir qimmatli fikrni berib baqsa deb. Ideyi siyosat ortiq arzular yo'q endi chiqib boshqa bir. Amsa men navadan boshqa vaqtda naqsh etib turamsiz. Endi urug'tuqqanning to'y to'killari bo'lsa, etib deydi. Ancha mijoz yo'q bemorlarga etib tursizlar. Dilshatkamlar keyin doktorga kelsa ham maash bo'ldi ekan. Naqsh bilan davolayim bemorga qanday bo'lsa ekan deb. Davolaydi Dilshatkam. Ular qarab ko'rdi biz bu kasalni. Sal ko'zi amaroq bemorlar kes qapqara qo'y ko'zini net davolaydi Dilshatkam. Birsi qapqara qo'y ko'zligim degan Dilshatkam deb ekan gap bu. Qapqara qo'y ko'zligim degan naqshini topa olmay, yilqi bir qo'yni g'avg'asi bor-ku shu. Abdurshid yaxshi suhbatlashdik adash. Hamsa ustozlarimizdan qanday qimmatli taklif ekanlari bor, bir anglab baqsak. Tekst bilan melodiyasi shunchalik yaxshi moslashgan bir lirikalik bir yaxshi ijodiyat naqsh ekan bu. Bunimi o'zingizning muzikalik hissiyotingiz bo'yicha shunchalik yaxshi o'rinladingiz. Sahnadagi qiyofatlaringizmi yaxshi bo'ldi. Davomli izlaning. Naqshni shunchalik puroqliq egallabsiz. Rahmat. Puroq shivirlarni shunchalik yaxshi egallabsiz-da. Artıq kamyer yo'q, nəhayət yaxşı to'liq o'rganibsiz. Endi ovozni kelsak, ovozda yana jiq ta'lim olsangiz bo'ldi ekanda. Ovozingiz yaxshi ekan, yaxshi bo'lgan bilan endi buni bir ta'lim olish kerak-da bu ovozda. Qanday qilganchaqda buni yo'riq chiqara olamiz, biroz tik o'rimda tik chiqara olamiz. Yapılaq ba'zi yerlari alda qilsa ketgan ahvollar bo'ladi. Endi naqshni mushu darajagacha o'rinlay olgandan keyin buni bu yuqidagi talabga cho'qim sizga ovoz ilmidan dars iling degan yakil odamdi. Mesha kelib qapti. Boshqa mayirlarga u talabni qo'ymasligimiz mumkin. Balki naqshni yaxshi aytolmay, ba'zi puroq shivirlarni ololmagandik. Buni ko'p anglang, naqshni puroq shivirlarni jiq egallang deb mana talablarni qo'yamiz. Sizlar bu o'tkinlardan o'tib, rasmiy ovozingizni bir texmo kasbiy naqshchining shu kasbiy naqshning doirasiga akirgan bosqich kelibsizda, shuning uchun sizga qo'yilgan talab shu. Buniki fursat bo'lsa, bu meditsina maktabidagi ideyi darsda yurib vermay, san'at maktabiga kirib, ancha-muncha ustozlardan naqshi dars beroladigan ustozlardan azilmush tarafdan bir ta'lim olsangiz deb umid qilaman. Bo'ldi, rahmat. Rahmat Dilshatka. Endi qo'shimcha qildiganim bu Mayir naqsh tanlashni bildi ekan. O'ziga mos kelgan naqshini tanlab aytdingiz. Bu nihoyat yaxshi. Nurg'un Mayirlar o'ziga mos keladigan naqshini tanlay olmay aytib qoldi-ku. Mana naqshini yaxshi tanlabsiz. Uning ustiga sahnadagi hissiyotingiz nihoyat yaxshi. Endi bu Mayir bağlıqçılar yuqori deb aytdi, qolgan tarifini to'liqlab ketsangiz texmi yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Rahmat Abduzga. Rahmat Abduzga. Baliqchi ustozlarning ba'zi ko'pdan-ko'p rahmat. Rahmat, rahmat. Bo'ldi, tuvanga tushib aramaga tushsangiz. Rahmat. Bizning 2-nomerlik Mayirimiz naqshini aytib bo'ldi. Ustozlar yaxshi baholab berdi. Undaqda 3-nomerlik Mayirni sen taklif qilamiz. Qani? Marhamat. क्या
Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Çok kelibsiz. çoğunlar kız ekansiz Rahmat. bo'lmasa. Ovozingizdan anglab bir 7 yoshli bir qiz bola naqsh aytyaptam debdim men. Rost. Aldı bilan o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum televizor oldidagi aziz mehmonlar. Naq maydondagi ko'rilmanlar va ustozlar, shundaqla yurtim Aqsu diyardagi barliq qarindoshlarim, mendan sizlarga o'tliq salom. 1-iyun bolalar bayramlar muborak bo'lsin deb aytgan bo'lsangiz. Ma ovozingizdan haqdan birini so'rasangiz bek oson bitadi juma. Aka natan bitangdan deb. Qo'ysanlar, o'zingiz nima ish bilan o'qib? Men bu yil 6-oyda radio televiziya universitetini bitirdim. Kasbim doktoriyasi. Shunda naq vaqtida bitiribsiz. Men taqbil 6-oy tug'ilgan demdi. Rost 6-oy tug'ilgan. Radio televiziya universitetini bitirgan. Qaysi kasbni? Bolalar programmasini. Yo'q, burun o'qigan kasbim doktoriyasichilik, lekin hozir ovoz kasbi bilan shug'ullanyapman. Ovoz beryapsiz. Ammo bolalarga ovoz bersangiz qat'iy qiynalmay bersiz-da. Cho'nglar bersammi tinmayman. Hozir ham shu ovoz beryapsiz, shunda nima beryapsiz? Televiziya stansiyasimi yoki boshqa yerlardami? Yo'q. Mau Davr ovozi madaniyat tarqatuvchilik shirkatining ovoz bermashadi. Kinolarmi? Kinolarga hikoya film ish qilib, kino sahasiga ham kinolarga. Kinolarga ovoz bersangiz hamda sizga bekrak, hamda rejissyorlar tavsiya qilgan ovoz qanday bir personajga tavsiya qilasiz? 20 yoshdan tuvan bo'lgan yosh qizlarning sho'q ilqi. Naynat qizlarningmi? Ovozingiz haqiqatan shunday bir xil tatliq, yiqimliq. Ha. Siz ovoz artistlarning ichida ovozimni qaysi bir ovoz artisti o'xshaydi deb o'ylaysiz? O'zingiz ichida o'ylab boqammi? O'ylagan havoga aytadimniki. Havoga aytadimizga o'xshaydi, ras o'xshaydi ekan. Ilqi mening o'tikim tug'alaydi, sizmi tug'alamsiz degan bir yeri bor, aytsangiz. Unda bo'lsa Nava programmamizga qanday bir maqsad bilan yetib keldingiz? Men bu sahnaga o'zimning naqshiga qiziqishimdan boshqa yana onam uchun keldim. Chunki tug'ilib, mush yashimgacha onam menga ham dada, ham ona bo'lib, o'zining dehqon bog'ini qarmay meni o'qitdi. Men onamga ko'pdan-ko'p tashakkur aytaman. Apangiz sizni ekran orqali ko'rgandan keyin men cho'qinbek hayajonlanib qo'shildi deb o'ylaymiz. Apangizning teniga salomatlik, uzun umr tilaymiz. Uzun umr tilaymiz. 21 yosh kiribsiz-a? 21 yosh kiribsiz. 21 yosh degan cho'nliq qiz degansiz. Aynan siz oliy maktabni bitiribsiz. Aktyorlik, ovoz berishni o'qidim dedingiz-ku. Radio televiziya maktabidami? Ha, radio televiziya. Radio televiziya. Riyosatchilik va aktyorlikda dedingiz-a? Shunday deb deysiz buni. Endi men so'radigan savolim bor-ku. Siz bayqi naqshni ashtaq aytamsiz yo do'rab aytdingizmi demoqchidim. Ashtaq aytaman, aytib beraman o'zi. O'zgarting. Siz bo'yingiz o'zgargan bilan ovozingiz o'zgarmasa bo'lmaydi. Buni o'zgartirishingiz kerak. Mana anglagan, mush o'tgan tomoshabinlarning hammasi agar sizni ko'rmagansiz rasmiy bir 7-8 yosh qiz aytqandaydilar. Endi o'zgardi, maktabga yangi kelgan vaqtlarimda. Buni deb kichikmidi? O'qituvchilarim qaysinglar ukanlarni akirib oldinglar deydi. Buni tirishingiz kerak. Buni tirishing buni meni haqiqiy kichikmidi devasingiz bo'lavermaydi. Men ko'p tirishdim, ovoz mashqlarini qildim, shunchalik bo'ldi. Shuni dema can ana, cinim ana, ecrin menin yadımda desiniz. Çıktı o. Bunu mu sizge mi yani talep koyuşumuz gereken de çokum avaz meşk verişimiz gereken. Sizi bir muallim yeteklep balı vaktınızda yok yaşlığa devri ekirip koysun o kadar sizde. Ovozning o'zgarish imkoniyati bor bo'ladi ekan mashq qilsa. Bo'lmay, bo'ladi bu. Bu insonda bir ovoz chiqmaydigan gajimizga bu chiqmasa. O bu saqli qizgan ovozi cho'qimli qoldi. Anaqa ovozingiz agar tom chiqmasa boshqa usullajaq, lozim ochishlar, yeb, zukam bir keyin ketib 7-8 qatim zukam bo'lsangiz, ovozingizni angirlasi eshitib biroqla, bo'lib qoldi. Men de aytqanchani qarag'ma, jon ana degan narsani yomon kichik aytib qo'ydingiz. Yomonlik kichik bo'lib qoldi. O'zim bilma. Bu narsa. Siz cho'ng'ilib kelamsiz. Haqiqatan ovozim tushmaydi, lekin shuning uchun cho'qim ovozni o'zgartirish jihatda ta'lim berishingiz kerak. Ma'qul. Rahmat Rishadga. Ovoz tusingiz haqiqatanmi bolalar ovoz tusi bor bir xoslik bor bir ovoz ekan.
taraqqiy qilmabdi. Bundoq chiqib aytganda ovozingiz shu burun petim turibdi. Siz diktoriyachilik kasbida boy o'qidim dedingiz. Sizlarga ovoz ilmida dars beriladi, shundaqmi? Ha, dars berdi. Ha. Hozirgi ovozingizdan yana ovoz doirasini kengaytirib, ovoz o'rningizni texmo hozirgi yeshingizga mas ovoz o'rniga o'zgartgil bo'ldi. Buning uchun jafoliq ovoz ilmida mashq qilish kerak. Mening o boyaqi ustozlaringizga sal o'xshamaydigan bir taklifim bor. Men bularning fikriga nayt hurmat qilaman. Intay ilmiy asosi bor. Nayt to'g'ri fikrlar. Chunki bular shu san'at sohasidagi eng nopuzliq odamlar. Sizning ustozlaringiz. Mening shaxsiy fikrim, ovozingizni o'zgartmang. Mushu ovoz sizni siz qilib turdi. Mushu ovoz bilan siz faqat Farida bo'lib yashaysiz. Baholovchi ustozlarning bahosiga ko'pdan ko'p rahmat. Sizga rahmat Farida. Tengich baramaga so'zingiz bo'ldi. Tengchib o'yinchiqlaringizni o'ynag'ashtiring. Bizning naqshimiz bosqichidagi 3-nomerlik moyirimizni o'zining naqsini aytib o'tdi. Unda bo'lsa, qizg'in alqishlar bilan 4-nomerlik moyirimizni sayt taklif qilsak, marhamat. Can dadam erdek dadam tağdek dadam Koyneken cennet gibi bağdek dadam Sen gidip alem bölekçe yatmana Sözleri kaymak navat yağdek dadam Anam biçare mazlum kan yutar Ne desen bağrımda vicdanlık dadam Ne desen bağrımda vicdanlık dadam Bağırın izleydi her yan ah urur Ne desen yolumda gülxandek dadam Balların izleydi her yan ah urur Ne desen yolumda gülxandek dadam Geldim yüz dibi Bir küte inelerdi serhandek dadam Hasretim alevge sığmaz oylasam Koyneken cennet gibi bağdek dadam Hasretim alevge sığmaz Koyniken cennet gibi bağdek dadam Hasretim alemge sığmaz oylasam Koyniken cennet gibi bağdek dadam Koyniken cennet gibi bağdek dadam Assalomu alaykum. Aleyküm. Xush kelibsiz ukam. Assalomu alaykum. Ehson, xush kelibsiz. O'zingiz bir tanishtiraylik. Assalomu alaykum. Naq maydondagi ham ekran oldidagi barliq ko'rarmanlar. Mushu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Mening ismim Ehson Abdug'ani. Men mushu Yipak yo'lidagi nurliq shahar bo'lgan Qashqadaryodan keldim. Hozirmi Qashqadaryomi?
Kekçeme yerket olma fıkam. Bo'ldi, unda o'zi baholovchilarimiz Ehsonga qandaroq ta'limlarni berdiki, ta'limlarini anglab o'taylik. Özünüzdeki müzikalik seziminizning o'tkirligi, naqshini yaxshi ko'rgan kuchlik hissiyotingiz bilan bu naqshni yaxshi ijro qildingiz. Endi naqsh kasbida talab qilinadigan o'lcham ovozning suzuk, ravon, ovoz doirasining keng bo'lishi talab qilindi. Yani mush tarafda siz bilim olsangiz texim yaxshi bo'ladi. Baholovchi ustozlarning ta'limiga ko'pdan ko'p rahmat. Unda Ehson to'yangich baramaga istasangiz. Rahmat. Bizning naqshimiz bosqichidagi 4-numurlik mayrimizmi o'zining naqsini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan eng oxirgi mayrimiz, ya'ni 5-numurlik mayrimizni taklif qilamiz. Rahmat. Yarbamu ana senindek can yarbamu fazilet alimi desen kabir nurlu yarbamu fazilet alimi desen kabir nurlu yarbamu tüker kan terini her kim özüce oy xiyal bilen üzüm tükken kebimikler amasız tanı herbamu nişanı sen can ana hayatım pasbani sen misal tapsam mening baxtim can ana seningdek suyunar bormi hayot qadriga yetganlar suyer gül bağını gülzarını senimdek hasiyetlik bizi büngül güner bağımı özün sen bir ana ateş yürektemin ana mihri halay insan bedel şunda yürek bağımı ciğer bağımı senindek el suyer bağımı ah ana senindek can kıyar bağımı Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizni ko'rgandek turibmiz-ku. Bir yer ko'rganda chiqishpagan oldin qaytdim. Ayolimga chiqishpagan. Aldidan tomoshabin do'stlarga shundaqla ekran oldidagi ko'rman do'stlarga o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz tomoshabinlar va Nahmadan televizor oldidagi aziz ko'rmanlar. Men O'g'il shahrining Tekas noyisidan kelgan Farruh Yarmamatga hammanglardan o'tliq salom va oliy ehtirom.
Tekesining qaysi ko'chasidan keldingiz? Topqil olmaydi o 8 ko'chini. Ümçünün 4-nji aylanmadan. 4-nji aylanmadanmı? Tekesining aysidan ajoyib bir özgüçilikке ega loyihasi uchun Tekesining aysiga 8 ko'chasi bor. 8 ko'chasidan qaysidan 5-dan kirib nima qilsangiz, o'dilamiz Tekesining aysidan xalq maydoniga chiqsizda. Bir özgüçilik ega loyiha bu. Xo'sh, Baroq hozir nima ish bilan? Hozir mush xalqarалық cho'ng bozorda ishlayapman. Xalqaro savdo qilyapman demdik. San'at ishlari bilan. San'at ishlari bilan. Xalqaro cho'ng bozor o'ymakda. Ayolingiz bu yerda ishlaydi, ya? Shu yerda. Siz ayolingizning qatnashganchada qarindoshlar bosqichida birga chiqish bergan. Bugun sizga chiqish beramdi ya? Chiqish berdi. Bugun ara ilishganlar titiyib barslar qonavani. Xil ko'nyapti bular. Cho'ngroq o'g'amiz bolsini vakilat diyorlar. Nava to'shimaydi bular qanday. Ya bizning nava shunday bir illiqlik to'lgan yaxshi programma. Xo'sh, hamsa baholashni shu Dilshatgan boshlaydigandek turdi, payli yamanmi odamning. Dilshatgan tishini bilib turdi. Nima deydiki? Bizning nava salimizga xeyli ko'ni tanishsan. Pek chiroyli etding bu naqshni. Rahmat. Faraq şivelere, hissiyatların hemmisi şuna caydı. Avazın şunda yoruk. Jarağlıqqa sahne kıyafetlerin şunda umdan. Yani muş ötkeldin sağ salamet ötüversen, qeyrindaşlar basqışıda öydükülerinden yeni numurlarını tamaşıbıllağı kösliken senkin tan. Şunu biz teşna. Teşna, şunda. Avazınız turaqlaşqan, şaraiti yaxşı, milliy uslubdagi bir avazga. Dilshatgan deb o'tdi, ma naqsha shunchalik yaxshi yozilgan. Bizning ataqli naqshchimiz Güzelnur Qurban o'rinlagan naqsha. Bu naqshini bizning o'tgan yillik Navoda chempionimiz Abdusalam Hüseyin yillik hal qilg'ich musobaqada o'rinlagan. Siz bugun ikkinchi qitim bu naqshni o'rinladingiz. Naqshdagi ushshaq taraqlar shunchalik dal joyida yaxshi bo'ldi. Sizga mo zo'r utuqlarni tilayman. Rahmat. Rahmat. Bağlıqçı ustazlarning bahosiga ko'pdan ko'p rahmat. Bizning 5-numurlik moyirimiz o'zining naqshini aytib o'tdi, baholuvchilarmi, baholash so'zlarini deb o'tdi. Unda bo'lsa, bizning naqshimiz bosqichida numr ko'rsatgan qolgan mahirlarni qizg'in alqishlar bilan sahnamizga taklif qilsak. Marhamat. Ko'ryapsizlar, Urumchi televiziya stansiyasi bilan Vasliyot madaniyat tarqatish shirkati birlikda uyushtirgan Qizil kali vitaminli quvvat ichimligi alayda hamkorlashgan yangi navo programmasi. Mana bizning naqshimiz bosqichidagi 5 moyirimiz o'zining naqshini aytib o'tdi. Natija az vaqtdan keyin chiqadi. Kanal yo'tkamay turgan qisqa e'londagi natijasini birlikda ko'ramiz. Unda qo'sa, tomoshabin do'stlar. Tuvanda o'tirgan tomoshabin do'stlar, sizlar faraz qilib boqqan bo'lsanglar, bugungi haftalik yulduzimiz zodi kim bo'ladi? To'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizga mukofot bo'yimiz bor. Bizning to'g'ri yo'lli xalqaro so'chakli shirkati ta'minlagan yo'lliq markasiga yarashimli kostyumlar bilan mukofotlaymiz. Menimcha 2-numurlik mayirni 1-ulamdikin deb o'ylayman. Menimcha 5-numurlik mayir 1-ulamdikin deb o'ylayman. Menimcha 3-numurlik mayir 1-ulamdiki deb o'ylayman. Menimcha 4-numurlik mayir 1-ulamdiki deyman. Menimcha 1-numurlik mayir 1-ul deb o'ylayman. Tomoshabinlarni faraz qilib bo'ldi. Unda qo'sa. Qo'linglarga bilet tashuvchini ilib, o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini yuqori ovoz to'lab, o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirlarga bilet tashlasanlar bo'ladi. Unda qo'sa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Keyninglarga o'rilib natijalarni ko'rib baqsanglar bo'ldi. Keyingi bosqichimizga muvaffaqiyat qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Tövanga tushib, ikkinchi bosqichimizga tayyorlik qilsanglar bo'ldi. Sizdan hozir hissiyotingizni bilib haqqimiz bor o'zi hoş kelimizning. Mushtabda nima o'ylayapsiz? Bundan keyin qandaroq qilmoqchi? Yana hozir musobaqalar yana ko'plab bo'lyapti. Yana tirishib, yana boshqa sahnalarga chiqaman. Tomoshabinlar yana yuz ko'rishdi. G'ayratingizga barakalloh. Bizmi sizdanki mayli qaysi programma qatnashsang bir natijaga erishishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Yana shu navo sahnamiz sizni bundan keyin kelsangiz, texnik qizg'in qarshi oladi. Bundan keyin kelishingizdan qarshi olamiz. Bo'ldi. Qizg'in javoblarimiz bilan 1-numurlik mayirimizni qo'ygan bo'lsak, rahmat. Bizning naqshimiz bosqichimizmi nihoyat muvaffaqiyatga oxirlashdi. Unda bo'lsa, ikkinchi bosqichimizga o'tib olgan bo'lsak, bizning ikkinchi bosqichimiz qarindoshlar. Marhamat. Marhamat. Güzel cahanның bağı seynasın
Yigitler şu bağının gülü Leyla'sı. Şunca güzel cahanның bağı Zeyna'sı. Yigitler şu bağının gülü Leyla'sı. Olmasa bulbulğa bağzımızdan gül ve bulbul nevbahar şeydası. Gül bulmasa bulbulğa bağzımızdan gül ve bulbul nevbahar şeydası. Olan güzel, hayat şirin can dostlar. Sevgide güzellikle berpası. Olan güzel, hayat şirin can dostlar. Sevgide güzellikle berpası. Kızlar umar, kızlar zıba vapalı. Kızlar vapa gülşenin yehtası. Yigitler şu yigitler, yigitler merdane, yigitler sevgi asminin enkası. Bu yaş nurluk ay buyuruk asmanda, Hemra ana çolpan bilen zohrası. Milli şefkat çığırda yaşnaydı, Kız yigitning baxti murad dünyası. Bu yaş nurluk ay yoruk asmanda. Emra ana çolpan bilen zuhrası. Dikli şefkat çığırda yaşnaydı, Kız yigitning baxti murad dünyası. Alem güzel, hayat şirin can dostlar. Sadakatle muhabbetin asası. Alem güzel, hayat şirin can dostlar. Bizge mensup bu güzel dünyası. Alem güzel, hayat şirin can dostlar. Bizge mensup bu güzellik dünyası. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hoş geldiniz. He, Abdurishxon. Abdurishxon. Labbay. Hamma labbaydan dama. Bu yoq bo'lsa mening navrachim. İsmi Zeynura. Öz doktor. Bizniki Şemis edem shunda o'xshaydi-ku, ha? Da qarsa bir xil. Sen tushib ket, biz birdan riyosatchilik qilib olaylik. Seg'inib ketdik, ha? Seg'inib ketdik. Ha, xo'sh. Bular uydagilarning hammasi doktorlik qilamiz demadikcha. Sizlar hammalar og'riq yo'qmi ularda? Bir-birisiga okul sanchib o'ynaydi-da bular. Mas qila oladi. Okul sanchib qo'yib, naqshidan bo'lib unutib kelib. Madaq o'tirib, yo'q, ala deb. Rahmat sizga. Yaxshi kelsa sizni bir navo programmamizga qatnashib baqsangiz bo'ldigan o'xshaydi. Abdurishqa navri iningizga qanday bir yurak so'zingiz bor? Assalomu alaykum, qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, baliqchilar, yaxshimisizlar? Kechinglar xayrli bo'lsin. Inim Abdurishning texmo talantini yaxshi joriy qildirib, yaxshi natijalarga erishishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Sizlarning Inim Abdurishni qo'llab-quvvatlashinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Rahmat sizga. Xo'sh, undaqda bizning ustozlarimizning qanday baholari bor? Bir anglab baqsak. Naqshining mazmunimi, muzikasimi intayin yaxshi bir-biriga nihoyatda mos kelgan. Yaxshi naqsha. Sizlarningki shu naqshini ijro qilishdagi hissiyotinglarmi nihoyat yaxshi. Bir-biringlarga mos kelgan. Uning ustiga naqshlarni aytish tartibimi yigitlar o'ziga xos, qizlarmi o'ziga xos mazmunni, misralarni bo'lishib aytibdi, nihoyat yaxshi bo'ldi. Numringlarni yaxshi ijro qilindi. Baliq ustozlarning bahosiga ko'pdan ko'p rahmat. Unda bo'lsa, tengich baramaga so'zsanglar. Rahmat. Ma'qul, sizga rahmat. Qayrındaşlar basıqçıdaki 2-ci numurluq mayırımızmı özünün qayrındaşıdan numurunu göstərdi. Onda olsa 3-cü numurluq mayırını qayrındaşlar bilan səhvlik təklif qılımız. Mərhəmət. Navaga qatnışman da qalsam təxçi bu yerdə oturubsizlar. Otursak ne boptu?
Nima? Ko'rolmay yotamsan? Nima deganing bu? U meni san hamkorlashib chiqishib beram degan demagan bo'lsa, men ishimni tashlab bu yerda o'ltirmagan bo'lardim. Ko'ranglamagan baholovchilar qanday baho berdi, texi? Men bunda qo'pol muomala qilmoqchiman. Men degan navoga qatnashman. Bunda ko'ranglab ketmagan. Tayir yuring. Siz riyosatchilik qiling, men nomer o'rnab uning tozaychini qiz deb deylik. Nima nomer tayyorladinglar? Biz heliqi Dapaman. O bilan chiqishib bermagankan, uninga dapamaymiz. Yuring. Hey, nimandaq kiyinib oldingiz? Navoga mushundaq chiqamsiz? Qarab yiqma, oyoqingiz faqat yarashmabdi. Nim bo'ldi? Bir obdala turmamdi. Voy, qanday qilsangiz qilmamsiz? Tez bo'ling. Bumuz kechikib qolmiz, yuring. Vaqtingiz bo'z ko'rib kelasiz. Uningga gap qilmang. Bilet tashlashni unutmang, ha? Tez bo'ling, kechikib qolmiz. G'ayrat qil, do'stim. Navoga qatnashaman desam, qanday qaraysizlar? Yaxshi bo'pti. Biz sizni qo'llaymiz. Siz bek talantliqchi musiqiy san'atchi. Bu mendagi tug'ma qobiliyat, lekin burun o'zimga faqat ishonmaydim. Bir ulug' kishi menga natija qozonish muhim emas, astoydillik bilan tirishchilik ko'rsatish muhim degan edi. Mana endi mening qizimga o'xshadingiz. Serik dada, biz sizga bek amroq. Ko'pchilik endi berib, navosatimizni bir qiz deb aytib kelmaylimi? Siz bek yaxshi jummo. Sizmi yaxshi zerikchoq. Suratga edish boshlandi, tezroq uxlanglar. Hara, sizmi birga chiqib berasiz? Nima? Birga chiqib beraman degan yeri olmaydigansiz? Chiqish berman-ku degan, lekin bu aptin bilan chiqsam Navoni ko'rish nisbati tuvanlab ketarmikin? Nima? O'zingizga ishonmayapsiz? Ay, Shuhrat, siz Navoga chiqmaydi degandingiz, lekin chiqadiganday chiroyli qiyoslayapsiz-ku. Qalbingiz joyida-ku, Farida. Sizga birsini tanishtirib qo'yay. Kelar qatim Navoga chiqib qolsangiz, uning bilan birga chiqasiz. Yo'q, og'zingizni yuming, o'sha xotin bilanmi? O bek talantliq, naqsha aytalaydi, lapar o'ynayalaydi. Boshqalarning taqib turqi bilan ancha qari yo'q. Yo'q, Farida, uning bilan chiqim yo'q. Faqat chiqim yo'q. Undaq demaylik, davr solimlaylik kulchu. Yo'q. Aras, yaqinda er o'lib ketgan yana bir do'stim bor edi. Kechiring, oldimda ishkanligingizni ko'rmay qolibdimi? Yana ko'rmay qolibdimi? Malikam. Shervona. Bu kiyimim bo'ptimi? Albatta, Malikam. Mushu kiyim bilan Navoga chiqsangiz, boshqalarning ko'zidan o't chiqarib etsiz. Rostla yarashibdimi? Rost shundoq yarashdi. Agar bu ko'ylakning o'rniga o'zimizning atlas ko'ylagini kiygan bo'lsangiz, texnik yarashadi. Rostmi? Lekin atlas ko'ylak kiyman deb xotinga boramdim. Vaqt qistab qolgan tursa. Undaq bo'lsa, mushu kiyimni to'sib kiyib turing. Hali mana 2 kundan beri Navoga tayyorlik qilaman deb tuzuk armonlamadingiz. Hech qisi yo'q. Bu validamning umidi. U mening Navoga chiqishimni bekmi umid qiladi. Hilmi bek tirishdingiz, Malikam. Malikam, qarang, bo'ptimi? Bek chiroyli bo'pti. Gerçi atlas kiyatmasmi? Har holda yaxshi. Mustafa, Uxlamabsiz-ku. atiki surat kelishni o'ylab jiddilashib uxlayolmadim. Nimani o'ylayapsiz? Bu Navoda qanday yengilliklar bo'lar deb o'ylayapman. Men shuni o'ylayapman. Sizningcha men bu Navoda haftalik cho'lpon bo'la olamanmi? Ansirmang, siz cho'qim utuq qozonasiz. Chunki ko'p tayyorlik qildingiz. Natija ham tirishqanlarga mansub. Validam mening bu Navoga qatnashishimni umid qiladi. Afsus, davlatning ishlari tugmay, umidini yadi qo'ydi. Ko'nglingizni yerim qilmang, fursat degan ko'p. Yerim qilmadim, onamni o'ylab qoldim. Bo'ldi, ko'ngilsiz gaplarni deyishmayli. Hammamiz bek hayajonlandik, ha? Bek ovoz berish san'atini bek yaxshi egilibsiz sanlam. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Bir-biringlardan esligi ovozinglar noyat bek yaxshi berib berdinglar. Hali bir peshqadam ovoz artistlardek. Unda hozir mush fursatda siz kasbdoshlaringiz bilan tanishtirib o'tgan bo'lsangiz bizga tanishib qolaylik. Bo'ldi. Bu yoq 100 yil filmidagi Gulfam qatorliqlarning rolini noyat yaxshi olgan ovoz artistimiz Shervona Musa. Bu yoq bo'lsa Saltanat 100 yil filmidagi Shahzoda Mustafaning ovozini bergan Shuhrat. Bu yoq bo'lsa akamiz Abdurahmon aka Saltanat 100 yil filmidagi Sumbulning rolini noyat yaxshi olgan ovoz artistimiz. Sumbul, rahmat. Dilshatka. Bizning ustozimizning bir gapi aka.
Nima degan payt ovozini ajoyib yaxshi berdinglar. O ko'rinish mana joy-joyiga keltirib yomon tez. Mana navaning mazmunini suratdagi personajlarning ovozi, ig'iz shakli hamda uning gap qilishining uzun qisqaligi akib keltirmakning o'zi yomon bir cho'ng ish bu. Shundaq. Yo'g'onki qolgan choponni o'zgartirib tikkandek ish bu. Tayyor rahnakas kiyim tikmek o'ng'ay. Yo'g'on chopanni, u igizpas chopanni maniga keltirib tikpa deb boshqa o'zgartmak yomon tez shu. Buni yomon cho'ng emgak ketdi menimcha. Bo'ldi, rahmat Dilshodga. Faridani xizmatdoshligi sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Javob chekdinglar. Rahmat sizlarga. Siz yaxshi ko'rgan Mahir Navo sahnasidan xo'shlashgan bo'lsa hech qisi yo'q. O'zingiz yaxshi ko'rgan Mahirning raqam nomerining oldiga 33 ni qetib 106 266 19 ga qisqa uchur yo'llash orqali o'zingiz yaxshi ko'rgan Mahirimizni Navo sahnamizga yana qaytarib kela olasiz. Qizg'in olqishlarimiz bilan 4-nomerlik Mahirni sakin taklif qilamiz. Marhamat. Rahmat. Yeni geldim koçanga, seni görüş koyudan. Göstermeden karanlık, özündem sen nutumda. Ne buldu yer et bana, gibin tola dur sana. Ne buldu yer et bana, gibin tola dur sana. Görsat bana üstünü, doyum alay bir sana. Görsat bana üstünü, doyum alay bir sana. Görsat bana buyunu, bilip alay uyunu. Eytip yürek sözünü, bisip alay utunu. Sensiz bana günüm yok, seni bilen günüm yok. Bir sevginim sen üzüm, biter başka sözüm yok. Sensiz bana günüm yok, seni bilen günüm yok. Bir sevginim sen üzüm, biter başka sözüm yok. Ne buldu yer et bana, gibin tola dur sana. Ne buldu yer et bana, gibin tola dur sana. Görsat bana üstünü, doyum alay bir sana. Görsat bana üstünü, doyum alay bir sana. Görsat bana buyunu, bilip alay uyunu. Eytip yürek sözümni, bisip alay utunu. Görsat bana buyunu, bilip alay uyunu. Eytip yürek sözümni, bisip alay utunu. Eytip yürek sözümni, bisip alay utunu. Hoş geldiniz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Ehson, aldidan qayerliknishingiz bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Mening navri singlim bo'ldi. İsmi Anargül. O'zi Kasbiy universitetining Yashanganlar mulozimati ham boshqarish kasbida o'qiydi. Men usulchimi ketdim teqa? Yashanganlar usuli yetdik. Shunday yaxshi o'ynab berdingiz. Deydigan gapingiz borda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Assalomu alaykum, ko'rmanlar. Men Ehson akamning mushu qatimliq Navo sahnasida yaxshi natijalarni qo'lga keltirishini umid qilaman. Rahmat. Yaxshi bo'ldi. Lekin usulni bek chiroyli o'ynab bersangiz. Baholovchilar nima deydi ekan? Meni eng qiziqtig'ini sizning bo'y bastingiz, chiroyingiz, yigitlar xos bir xil obrazingiz bo'ldi. Hamma millatni bir televizorga chiqib qo'ya olmaydi, shuning san'atkorlari orqali, san'atchilari orqali shu millatni taniydi. Bu jihatda sizning sharoitingiz nihoyat to'liq ekan. Siz ko'proq tirishib, shu naqsh kasbida ko'proq ajr qiling. Bo'ldi, rahmat. Bir sharoit bor ekan, yana bir sharoitim bor ekan, ana shuni yaxshiroq taraqqiy qildirsangiz, menimcha siz istiqbolli bir yaxshi naqshchi bo'la olasiz. Sizga muvaffaqiyat yor bo'lsin, inim. Rahmat Zoir aka. Rahmat Zoir aka.
Bahalı ustazlarının bahasıqımı köpten köp rahmet, sizlerге rahmet, çıraylık naqşanlarga, çıraylık usulunlarga, tüyen güçüp aramağa ustazlarga. Bunda kızgın alkışlarınızdan 5. nomerdagi mayırını teklif qilamiz. Merhamet. Nemengamның alması közde pişandı yarmay. Emek işinin közleri sizge düşemdi. Nemengamның alması közde pişandı yar yar. Emek işinin közleri sizge düşemdi. Daday sizge düşemdi. Nemengamның kucasını tar dep anlayman. Öz boyumğa münasip yar dep yığlayman. Öz boyumğa münasip yar vermisem cananim. Bergen amanatını al dep yığlayman. Yelle 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 can, yening'i barmas men akacan. Tanırıp yanımg'i kelsem qarab mı qo'ymasman. Beşkiremdin encür aldım Kaşkadın ravab. Beşkiremdin encür aldım Kaşkadın ravab. Uyumuz gel çevessem vermeysiz cevap. Uyumuz gel çevessem vermeysiz cevap. Ürgülüp oynaylı, çürgülüp oynaylı. Ürgülüp oynaylı, aç ürgülüp oynaylı. Kakık bilen Zeynep'dek qo'llashib oynaylı bala. Kakık bilen Zeynep'dek qo'llashib oynaylı. Çıtları kavşandı gadayını görse. Gadayını görse. La kavşandı gadayını körse, gadayını körse. Aşık yığlandı meşuğunu görse. Meşuğunu körse. Bir kiline qar göz, kiline qar qaş. Meşrede oynaylı, meşrede oynaylı. Aşık yığlandı meşuğunu görse. Meşuğunu körse. Bir kiline qar göz, kiline qar qaş. Meşrede oynaylı, meşrede oynaylı. Ayağınızı sel tatınıp kaldınız ya. Madina bizning nava programmamizga kelib o't chiqarayotgan yaxshi mayirlarimizdan birisi. To'g'ri. O chaqdim yo'ldoshingiz sizga qarindoshlar bosqichga chiqmagan. Bu qatim qayz qaytiribsiz mana. Ha. Shikana bir sanaga yar o'ylab qolib chiqib tug'totsizlar navani. Menga mushtaq yaxshi o'tib ketinglar. Rahmat. Xo'sh, hamroyingizga bir yurak so'zingiz badahil chiray. Bugün yo'ldashim atlik musobaqaga qatnashqil keldi. Endi bu musobaqadan oxirgacha yo'ldashimdan keldi. Yaxshi natijalarga erishishni umid qilma. Musobaqa deganda talinish bo'lib turdi. Mening ko'nglimda yanala birinchi. Yanala mening ko'nglimda bugungi chempion. Rahmat. Bo'ldi Madina, rahmat sizga ma. Rahmat. Farruh, siz aramayvering. Ustozlarimizdan qanday qimmatli taklif fikrlar bor? Ma naqshi bek yaxshi aytdilar. Ma xalq naqshi bu. Nəhayət yaxşı tanlabsızlar bu çatında, şundaq yaxşı. Öydüklərinin naqşı pıraq şivin ilişki, senikidim yaxşı. Yama yaxşı etdi. Aşk oynaylı, Muş naqşdan tekistlərini sizlər qaytarma yerlərini özgərtisizlər. Oxşaş, oxşamıqan qılıb apsizlər nurgun yerlərini. Bunu burun etqanlarının tekistləri qatılıb qalğan yerləri çıxdı. Mesela yes qıldım mən. Yeniçirak ekan ana degan pıraq şivlərimi chiqinlarning elishları shundaq yaxshi. Uftiqyor bo'lsin sizga. Rahmat Dilshatga. Ovozinglarni bir-biriga shundaq mos ketdi. Bir o'xshamagan taklifim, shu Namangan degan naqshning so'zini biroz o'zgartsanglar bo'ldi. Bu naqsha O'zbekistonda 60-yillarda
Lala Zakir, yana Farruh Zakirninki hadisi Lala Zakir degan ijro qilgan naqsha, endi keyin Yultuz Osmonov aytdi, Uyg'urlar arasida bu umumlashib ketdi Uyg'ur xalq naqshlardek. Endi shuning so'zlarini ishkinglar aytgandan keyin ishkinglar mos keldigan holatda biroz o'zgarsanlar bo'ldi. Bağlıqçılarning bahosiga ko'pdan ko'p rahmat. Unda bo'lsa, qarindoshlar bosqichida o'zining qarindoshlari bilan nomer ko'rsatgan qolgan mahirlarni sahnaga qizg'in alqishlar bilan taklif qilsak. Marhamat. Ko'rayotganlar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Shinjong Vaslivot madaniyat tarixi sherikti birlikda uyushtirgan Qizil Qala vitaminli quvvat ichimligi alayda hamkorlashgan yangi nava programmasi. Bizning qarindoshlar bosqichidagi 4 mahirimiz o'zining qarindoshlari bilan nomerini ko'rsatib o'tdi. Baholovchilarni o'zining bahosini berib o'tdi. Unda bo'lsa, qolgan ish tomoshabinlarda. Qo'lingizga bilet tashlashni elib o'zingizlar eng yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini yuqori ovozda to'lab, o'zingizlar yaxshi ko'rgan mahirlarga bilet tashlasanlar bo'ldi. Unda bo'lsa bilet tashlash başlandı. 4 3 2 1 Mahirlarning natijasi kelib chiqdi. Keninglar o'rib natijalarni ko'rib baxsanlar bo'ldi. Keyingi bosqichimizga muvaffaqiyatli qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Tövanga tushib 3-chi bosqichimizga tayyorlik qilsanlar bo'ldi. Aytdim yaxshi bir ishki nomerini yaxshi o'rindab berdingiz singlim. Endi musobaqa deganda yengilish bo'ladi. Buningga sizda ideyajat zo'r tayyorligingiz bor. Siz o'qiyotgan mana shu riyosatchilik, diktorlik kasbini shunday odam. Mana shu yerda o'zingizning bir qanday bir ishki so'zingizni bir anglab baqsak. Yanlış bundaq sahnalarda bo'lib turdi. Menimcha men o'zimning orzusini o'rindab bo'ldim. Shunlashqa afsuslanmayman. Voy rahmat sizga. Yana shu navo sahnamiz sizni bundan keyin kelsangiz texmi qizg'in qarshi oladi. Bundan keyin kelishingizni qarshi olamiz. Unda bo'lsa, keyingi bosqichga o'tib olgan bo'lsak, bizning keyingi bosqichimiz Parvoz. Marhamat. Marhamat. Inson programmamizga uchur yo'llash shakli orqali qatnashgan ko'ruvchilarimizning orasidan 2 TL'lik abonentni tanlab chiqamiz. Unda bo'lsa cho'ng ekrandagi nomerlar to'xtamasdan aylansin. To'xtasin. TL'lik abonentimizning nomeri 158 86 Yangnava 5503. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Sizning o'simlik javhari yashartuvchi vitamin va belakdan ayirib chiqarilgan kollagen aqsiga qo'shilib, diyorimiz xonimlarining teri alaydiga mos ishlangan xonika yurishlik kirim buyumlari bilan mukofotlaymiz. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Unda bo'lsa cho'ng ekrandagi nomerlar to'xtamasdan yana bir qatim aylansin. To'xtasin. TL'lik abonentimizning nomeri 137 79 Yangnava 8000. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Sizning o'simlik javhari yashartuvchi vitamin va belakdan ayirib chiqarilgan kollagen aqsiga qo'shilib, diyorimiz xonimlarining teri alaydiga mos ishlangan xonika yurishlik kirim buyumlari bilan mukofotlaymiz. Mübarek olsun. Qaşingni qara deydilar. Arqashgan yar yar, şirin süzükkan yar yar. Güzel qaşingni men bir ko'ray, jonim o'kjan yar yar. Güzel qaşingni men bir ko'ray, jonim o'kjan yar yar. Qaşingni ko'rib nima qilasiz? Siz aka jonim yar yar, yana aka jonim yar yar. Qarli qaşning qanotini ko'rmabmidingiz yar yar. Qarli qaşning qanotini ko'rmabmidingiz yar yar. Saçingni uzun deydilar. Saç uzun ekan yar yar. Sumbul ekan yar yar. Güzel saçingni men bir ko'ray, jonim o'kjan yar yar. Güzel saçingni men bir ko'ray, jonim o'kjan yar yar. Yüzümni ko'rib nima qilasiz? Siz aka jonim yar yar, yana aka jonim yar yar. Namanganning olmasini ko'rmabmidingiz yar yar. Namanganning olmasini ko'rmabmidingiz yar yar. Namanganning olmasini ko'rmabmidingiz yar yar. Yar yar. Yaxshilik qil, yo'q so'zga yandirdi bir kuni. Ish
bo'lmasa ussuzlikqa qondirdi bir kuni ish bo'lmasa ussuzlikqa qondirdi bir kuni kulbat tushsa bishingga kelmaydi chip qishingga ağzıda dost diyen çandırdı bir günü Karı tolla kazandan ile tolla yamandan dosup kalsan yolun azdırdı bir günü kalsan damga set kılmay zarınga özgürünü kolunda kazdırdı bir günü Dil kara cananni Suysan bilmey nadanni Sen ata anan din Tandırdı bir günü Dil kara cananni Suysan bilmey nadanni Sen ata anan Tandırdı bir günü Yaman deme balağını Onsi kopuştuğunu İnsaf tapsa ecrini Yandırdı bir günü Ey kaytırdı bir günü Bizning parvoz bosqichimizdagi mahirlar o'zining nomerlarini o'rindab bo'ldi. Undaqda baholi o'quvchilarimizning qanday qimmatli taklif fikrlari va bir anglab boqgan bo'lsak, ikkinchi nomerlik mahir naqsh etish aloyiligi bor ekan. Yuqoridagi naqshlarni, ya'ni o'zbekcha, turkcha, hindcha naqshlarni noita aynan melodiyasiga sodiq bo'lgan holda muzikalik aloyiliklarini noita aynan ifodalashdan tashqari so'zlarini noita ravon o'z talaffuzi bilan noita yaxshi ijro qildi. Muvaffaqiyatlik tilayman sizga. Men 5-nomerlik mayırga bayatın qo'rilgan naqshingiz bir kuni. Bu naqshni Ömercan Adım aytgan, shundaqmi? O bir xeyli yillar bo'ldi aytgan. Hozir kecha o'sha ba'zi faoliyatlarda bir so'rlarda mush naqshni aytdi Ömercan. O'zim yaxshi ko'rib, bak yaxshi ko'rdim bu naqshni. Yaxshi aytdi. Siz shundaq yaxshi o'rladingiz. Bu naqshning qiyinlik darajasi bakmi yo'qur emas. Lekin naqshni yaxshi o'rladingiz. Dutanim yaxshi chaldi ekansiz. Endi bayatınki nimdamdi sizning duta chilish, dutan chip turib aytish bo'lsin alaydingizda, gitarning ovozi biroz bis ketdi. Gitar tankash qiluvchi muzika sizda. Tankash qiluvchi muzika bo'lgandan keyin u tankash degan naqshining sizning asos. Oldida tursiz, u keyinroq turish kerak. Dab bilan gitarning ovozi biroz chingib ketdi. Ovozingizni duta chilish yaxshi oldi ekansiz dutani. Oyoq chog'ingiz toza nim bo'lmay qoldi-da, namoyon bo'lmay qoldi, gitarning ovozi chingib ketdi. Endi uch jonlarim hamkorlashim bo'ldi yaxshi. Gitarchi bolam yaxshi oldigan shu ovoz sal chingib qoldi. Naqshni yaxshi aytdingiz. Rahmat. Siz qilayman. Rahmat Lishaka. 4-nomerlik mahirimiz İhsan Abdığini Qaşığını qara dediler namlıq naqşığa həmrayınız bilan usul oynab tamamladınız. Təklif əmdi naqşa üzbəkçi bo'lib qaldı, lekin oynagan usulunla Uyg'urcha. Onundan başqa ən təkidləb ötüşki tegishlik birgə
sahne kiyiminglar, bayqi ikinci basqıç qeyrindaşlar basqıç kiyim bilan chiqibsizlar. Çoqum bir nava sahnesi bo'lgan ekan, astoydillik bilan muomala qilishimiz kerak. Shuning xos o'zbekcha kiyimni kiyib, usul harakatlaringiz jonliroq, ya'ni mardona o'zaro moslashib ketgan bo'lsa, ma nomerning badiiy qiymati texmi yuqori bo'ladi degan umiddaman. Sizmi tirishing? Ko'rayotganlar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Shinjang Vaslivot madaniyat tarqatish shirkati birlikda uyushtirgan Qizil kali vitaminli quvvat ichimligi alayda hamkorlashgan yangi nava programmasi. Mahirlarning natijasini kelib chiqish oldi turdi. Kanalni yo'tkamay turgan qisqa e'londagi natijasini birlikda ko'ramiz. Shunda qo'stamash billah. Qo'linglarga bilet tashlashni elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini yuqori ovoz to'lab, o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirlarga bilet tashlashlar bo'ladi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 5 4 3 2 1 Kayninglarga o'rilib, natijalarni ko'rib baxtlanlar bo'ldi. Haftada bir yulduz bosqichimizga muvaffaqiyatli qadam qo'ygan ikki mahirimizni qizg'in tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Tuvangi tushib, keyingi bosqichimizni tayyorlab qo'ysanlar bo'ldi. Yaxshi nomerlarni yeb kelsan kafkam. Ustozlarimiz ma o'zining ko'z qarashlarini, sendiki kamchilik, ortiqchiliklarni aytib yaxshi to'ntib berdi. Natija muhim emas, jarayon muhim. Albatta. Sen texniyani kichikkansan, ham tirishsang bo'ladi. Uning ustiga yangidan qadam qo'yibsa, bu kasbga shunaqa bo'lsa, buningdan keyingi hayot yo'liga to'qim zo'r natijalarni tilaymiz. Endi beshada o'zingning ikki qiz yurak so'zini bir anglab qolsak. Mening deydigan yurak so'zim terishyaptimi deb o'ylama. Terishyaptimi? Cho'qim vaqtni ching tutib davomli terishish kerak. Men buni tunib yetdim. Shu san'at sohasiga o'zimning mayli oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, ozgina bir to'kpamni qo'shish o'yim bor. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Sizning kasbingizga uftoq turmushingizga baxt tilaymiz. Ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Qizg'in olqishlar bilan Ehson Abdug'aniyni uzatib qo'ygan bo'lsak, bizning eng oxirgi bosqichimiz haftada bir yulduz. O'tedi pervone kuyar merdane merdane güzel veslingi ey dilber olay kurban kurbane olay kurban kurbane kurbane güzel veslingi ey dilber olay kurban kurbane bulay kurban kurbane Yetip veslingi gülşen bak Hayam ketti şu günler Şu günler Günüm sersane sersane Kişi görse bu halimi Bulur hayran hayrane bulur hayran hayrane şükürse bu halimni bulur hayran hayrane bulur hayran hayrane
hasrette ömür gamxona Navoiy izidan miskin Küray debmaydi yar eksin Küray debmaydi yar eksin Bilip kulga sapalını Kizer meyxane meyxane Kizer meyxane meyxane Bilip kulga sapalını Kizer meyxane meyxane Kizer meyxane meyxane Kizer meyxane meyxane Ko'nglim saf nafas oldi
akşamni itip çıktı Aşu körken davaniga Yap yeşil davaniga Görüvatqanlar Ürümçi televiziya stansı bilen Şinjan Vestivot Medeniyet Tarixi şirketi birlikte uyuşturgan Kızıl Kalı vitaminli kuvvet içimliki alayda hamkorlaşkan yeni nava programısı. Tamaşbın dostlar, unda qo'sa programımızın baş kısmında bizden 2. numaralık mayırımız Abdurist bilen 5. numaralık mayırımız Faruk'ni bugünkü haftalık yıldız buldu deb parazgan tamaşbınlar näde o'tadiki o'rinlarda turib ekan bo'lsanglar. To'g'ri parazgan tomoshabinimizni Şinjan yo'lli xalqaro so'lchak şirkati ta'minlagan yo'lliq markalik kostyum buruklar bilan mukofotlaymiz. Aldı bilen bizden taratqular vakillerini 2. numaralık mayırımız bilen 5. numaralık mayırımız Faruk'a qo'lidagi 10 numarani berishni taklif qilamiz. Aldı bilen bizden 2. numaralık mayırımız Abduristga qo'lidagi 10 numarani berishni xohlaydigan taratqular vakillari taxtalarni ko'targan bo'lsanglar. 1 2 3 4 40 numar. 40 numar. Muborak olsun. Muborak olsun. Bizden 5. numaralık mayırımız Faruk'a qo'lidagi 10 numarani berishni xohlaydigan taratqular vakillari taxtalarni ko'targan bo'lsanglar. 1 2 3 30 numar. Muborak olsun. Bugünkü haftalık yulduzumuz shundaqla ikkinchi bo'lgan mahirlarimizga mukofot buyumlarimiz bor. Aldı bilen shu mukofot buyumlarini bir o'qib o'tgan bo'lsak. Haftalik musobaqamizda birinchi bo'lgan mayrimizning Go'har Diyar xalqaro so'lchak shirkati ta'minlagan Oltin Diyar markalik suv tozg'ish bilan mukofotlaymiz. Haftalik musobaqamizda ikkinchi bo'lgan mayrini Jazbidara biopantexnik tariqachak shirkati Avstraliyadan import qilgan kollagenlik oqsil, vitamin B guruhi, vitamin C, kala o'g'iz suti, kalsiy qatorliq 400 qiymatli sog'lomlik mahsulotlari bilan mukofotlaymiz. Mushu munosabatdan Ro'zaxon ishkimizning Chashbosini loyilagan Do'nko'rga joylashgan Suma saloniga shundaqla Ro'zaxon ishkimizning kiyimini ta'minlagan yo'lliq kiyim-kechaklari shirkatiga alohida rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. O'zbekiston so'lchak shirkati, Xo'shallik so'lchak shirkati, yo'lliq xalqaro so'lchak shirkatiga alohida rahmat aytamiz. Ham Devon oyoq shaharchisi 4-qavatga joylashgan Muxlisa Gulchiliki Xoniga so'lchak shirkatiga alohida rahmat aytamiz. Qo'lonlarga bilet tashliqini elib, ikki mayirning ichida qaysini yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, shu mayirning rad nomerini yuqori ovozda to'lab, o'zinglar yaxshi ko'rgan mayirlarga bilet tashlanglar bo'ldi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 5 4 2 1 Muborak olsun. Bizning bugungi haftalik yulduzimiz Faruk. Muborak olsun. Unda bo'lsa bizning 5-numaralık mayirimiz Farukni bugungi haftalik yulduz bo'ldi degan tomoshabinimiz. Nima o'tadingizki? Xalqaro so'lchak shirkati ta'minlagan yo'lliq markasiga yarashimli kostyumlar bilan mukofotlaymiz. Unda bo'lsa baholiqchi ustozlarni bugungi haftalik yulduzimiz shundaqla ikkinchi bo'lgan mahirimizga lo'nqini shundaqla gul dastalarini yetkazib berishni taklif qilamiz. Marhamat.